Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli tun, hammangizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona yana men do'stlar. Balansimizda 60 ming rubl, hali kunduzi ko'targan bo'yim o'shindek turibdi. Endi o'ynayman men kristalda. Maqsadimiz 200 mingga yetkazish, endi bilmayman. Yaxshi niyat yarim mol. Bu vaqt do'stlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. Boshlanishiga 500 rubldan boshlaymiz. O'ynayotgan proyektim debet proyekt. Registratsiyaga o'tish uchun silkani kommentariyada qoldiraman do'stlar. Shuningdek, registratsiyaga o'tayotgan vaqtlarda Akula debet promo kodlari bilan kirib, 100% bonuslarga ega bo'lib olishlaring mumkin do'stlar. Pul kiritishda muammo bo'lsa yoki pulingiz akkauntingizga tushmay qolgan bo'lsa, Telegram kanallarim ham manzillari qoladi. Bemalol o'tib murojaat qilishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Tak 700 rubldan ham bermayapti hozircha. Endi yarmi. Fioletovilardan ular. Жалко zelyoniylarda ulamaydi. Normalniy 4340 rubl. Qizillarda ham ulamaydi endi. Ulaydigan. Baribir oz lekin. Davay siniylarda ula ber. Chort. İşleme yok. Bu desem 770 kay. 750 rubldan koyup verelim çıkanı. Yana işleme yok. 450 rubl. Kızıllarda ulagen yok yana. Kaydı olmayında bu yanda. Aranjvilarda ulaysanmi ulaydigan. Zelyoniylarda ula bor shu joyiga. Chort. Kristal chort. Yo'q ishtimi. Давай фиолетовый tasha, фиолетовый. 5500 kalboylar. 6050. Tak juda ham yaxshi. Endi 770 dan uramiz. Qani stavkani o'zgartirib qizillarni tashlab yuborgan, shu joyiga yo'q yana. Ulamadi. 1694. Chiqanday zonosi yo'q. 770 790. Voy bilan izdivaysa qilyapsam kristal. Buni ko'ringlar endi berayotganini. Yo'q yana ishdimi? Voy X10 tushdimikin debman. Men bilmayman endi buni qanday qilib bundan zanos olish kerak. Kristalda mana birinchi marta o'ynayapman men bunda. Sekin-sekin qani o'ynab ko'ramiz o'yinlarda. Hozircha zanoslar yaxshi. Lekin davay oranjevый ula. Oranjevый tasha iltimos, tasha oranjevый. Voy chort zelyonniga pishirib qo'yibdimi shuni orasida. Yo'q yana ishtimi. O'rtaga zelyonni tiqib qo'yganini qaranglar. Oranjevый tushganda xiyla normalniy summa chiqaradi. Yana ishtimi yo'q. Ну и молодец. Yüzden hani vermeyeli kızıllar gitti. 2880. İşlemiyor yana. Oranjvilar doladı. Lekin oz judayam oz. Balans bir 100 euro bo'lganda hozir bosar edim 3000 4000dan. Afsuski bu pul bilan bosib bo'lmaydi. Qizillarda ulamaydi afsuski. Uyg'ongan kristal o'lgur. Yo'q yana ishdimi?
shu Tomyan'da o'ynab ko'ring opa dedilar, lekin Tomyan yaxshi zanos bermaydi-da. Menga umuman yoqmaydi o'sha o'yin. Tuzukroq zanos olmaganman. Fioletoviy tasha endi. Voy, otayno. Tak X5 yaxshi. Oranjeviylarni ulamadi-ya, nomard. Balansimizni qaytargich tugul. Hidiyam yo'q, men bilmayman. Kristal X10'laringdan tashlaysanmi? Ekranni qizartirib tashlaysanmi? Tasha. Tak yana ishtama yo'q. 1200 dan ishtama yo'q. 1300. Kulgili, judayam kulgili. Ishtama yo'q, ey. 400, 1400. Normalni. Lekin shunda ham balans qaytgani yo'q hali. Ladno. Hozircha shu balansda o'ynab turamiz, yaxshi. Ketdilar ham. Hozircha stavkani o'zgartirmayman. Juda qandaydir yaxshi beryapti hozir summa bilan. Qani. Tak ishtama yo'q. Har xil joylarga tushib beryapti. Chiroyli koeffitsiyentlar tushyapti, lekin har xil joylarga tushyapti. Tak yo'q, yana ishtama. Qaranglar, shuncha zilyonnilar har xil joylarda. Ey, qizillarni ular. Tak yaxshi. 5100. Голубойlar ketdimi? Yo'q. 1400 bo'lsa 1450. Ishtama yo'q yana. 870 rubl. Kristal uyg'ongin, o'lgur uyg'on. 1950 rubldan beradim, 1,5 rubl stavka. Ishtama yo'q, normalniy zanos yo'q. Zilyonnilar ketdi, 4200. Yaxshi, sal yaxshi. X8. Judayam chiroyli. Balansimiz qaytdi endi. Lekin hali foydada emasmiz. Zilyonnilarni ulab borgan, tasha zilyonni. Yo'q yana. Chort. Qalpoylar. Ishtama yo'q. 750 rubl bo'lsa. 1600. 3840. Yana bitta uramiz. Yo'q yana. 1700 dan. Qizil tasha. O'rgilib ketay nima. 12580. 14280. Juda yaxshi. Qani. Shunaqa taktikada o'ynab ko'raylikchi. 71 mingni yo'qdik o'sha. Yana bitta. Tak yo'q ishtama.
900. İşleme yok. 3200. Yine bitti oramız. Yok yana. 2100'dan ochilgan endi kristal o'lgur. Bitta 8 tashab qo'yib endi 2100'dan ham yo'q. 2200. Balans. Uf. 2200'dan ham yana ishlama yo'q. Fioletovilarda yana ulamaydi. Nomard. 2200 bo'lsa 2400'dan. Fioletovi tasha ulavor. Surtinga seni. 4800 juda ham oz. 8400 oranjevilar ulagan. 12480. Yaxshi уже. Lekin shunda ham hozir balansni qaytarganim yo'q. 3840 rubl bo'lsa yo'q. Hozir bitta x10 tashab bersa shunday to'xtataman o'yinda. Yo'q, yana ishdimi? 220. 7200. 10800. 17000 juda ham chiroyli. 70000 ga qaytdik yana. Zilyoniylar ketadi zilyoniylar. 5800. 5280 bo'lsa 2,5 mingdan qani. 5500. Afsuski siniylar ulamadi. Qizillar ketadimi? Ha, nomard. Chiroy juda ham yaxshi 9000, lekin oz bu stavkaga вообще oz. 13750. Voy chort. 15000 yaxshi. 2000. 100,000 qilaylik, to'xtatamiz. 100,000 ber kristal, iltimos bitta kucham ber. Qizillarni ulamaydi mana. 6,5 ming вообще. Bo'la mana ushadiga. 6700 ushadim oxiri. Qancha edi? 6704 rubl ekan. 6704 rublda manda bundoq qilib 2 marta uraman qani. Yo'q. Do'stlar, mana rovna 100,000 da to'xtatdim. Nasib ertaga yana davom etamiz. 200,000 ga ko'tarish niyat. Hammalarga omad tilab qolaman. Olinglar, oldirmanglar, tagida qoldirmanglar. Menga o'xshab nervonniy bo'lib o'ynamanglar. Yetkazib qo'yishlar mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman.